Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? O'tgan safar shu yetim bolalarni boqayotgan kafillari, ota-onasi, qandaydir ma'noda ramziy ota-onalari haqida gapirgan edik. O'zimiz ham kafillarimiz haqida gapirsak maza qiladi qalbimiz ham, chunki ularni dunyoda ham oxiratda ham qancha maqtasak ham kam. Ertaga Xudo xolsa Robbi taoloning huzuriga borganimizda ham kafillarimiz qanday ham yaxshi ishlar qilayotganligiga mana biz sheriklarimiz bilan birga albatta guvohlik o'tamiz. Bu safar endi xizmatdagi aka-ukalarimiz, do'stlarimiz haqida gaplashsak, men bu joyga xizmatga kelayotganlarni to'g'risi juda ham ko'pini ismini ham bilmayman, chunki uzoq masofadan har seshanba hasharga kelishadi. Maqsadi bitta, shu savobli aravaga qo'shilib olsam deydi, savobli kemaga men ham ilashib qolsam, chiqib olsamki, to ertaga Rasululloh alayhissalomning oldida hamma kafillar, hamma xizmatkorlar, yetim bolalarni xursand qilayotgan, yetim bolalarga yaxshilik qilayotganlar bilan birga Rasulullohning oldida qo'shni bo'lib qolsam degan maqsadi bor. Ilohim o'sha maqsadga hammamizni Xudo yetkazsin. Kecha kuni ustoz gapirib o'tdilar, juda ham ta'sirlandim. Biz bir gunohkormiz, lekin bu joyga xolis xizmat uchun kelayotgan yigitlar ichida Xudo xolsa shu yetim bolalarni xursand qilishlikda bitta inson jannatiy bo'lib qolsa bo'ldi. Hammamizni qo'limizdan tortadi o'sha inson dedi. Bu narsalarni men xizmatdagilarga ham qo'rqmasdan baralla ayta olamanki, haqiqatan ham agar Xudo sizlarga jannatni bersa, qolgan xizmatkorlarni bemalol aytaveringlar. Kafillarimizga ham xuddi shundayki, siz kafillarimiz agar bo'lmaganlaringda biz bunaqa savobli ishda bo'lmas edik. Sababi oddiy, mablag' tomonidan biz yetkiza olmaymiz. Sizlarda o'rtalaringda kafillar bilan yetim bolalarning o'rtasidagi Xudo bizni ko'prik qilganiga alhamdulillah, Xudoimga behisob shukr. Azizlarim, duo qilib turinglar. Yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Habiballah, Nabiyallah, Rasulullah. O'zim qolardim, Rasulullohni sog'inardim, chin muhabbatni his qilardim. Rasulullohni sog'inganda ummat